kichkinagina ko'ringan, aslida kattagina muammolarga sabab bo'layotgan bir muammocha haqida gaplashamiz. Ya'ni biz maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga tayinlanayotgan rahbarlarning tayinlanishidagi adolat, shaffoflik va qonun ustuvorligi haqida so'z yurityapmiz. Sizlar bilan Dostonbek Rahimov. Blogger Dostonbek Rahimov. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotiga tayinlanayotgan rahbarlarning shaffof tayinlanishi uchun, adolat bo'lishi uchun, eng munosibi tayinlanishi uchun Maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi tomonidan direktorlar kengashi tashkil etildi. Bugungi kunda har bir viloyatda direktorlar kengashi faoliyat yuritmoqda. Qaysidir maktab yoki maktabgacha ta'lim tashkilotiga direktor bo'lmoqchi bo'lgan nomzodning yo'li qanday bo'lyapti? Avvalo, menejerlik sertifikati bo'lishi kerak va menejerlik sertifikati olgan nomzodgina nomzodini direktorlikka qo'yishi mumkin. Bugungi kunga kelib direktorlar kengashiga yetib borishning o'zi bir muammo bo'lib qolyapti. Ilk qadamlar qo'yilayotgan kuzatuv kengashidagi o'yinlar nazoratsiz qolyapti. Aslida maktab yoki maktabgacha ta'lim tashkilotiga rahbar bo'lish uchun maktab yoki maktabgacha ta'lim tashkilotini ichidagi kuzatuv kengashidan o'tish emas, direktorlar kengashining suhbatidan o'tibgina uning tavsiyasi bilan rahbar bo'ladi. Lekin maktabgacha ta'lim tashkilotida o'tayotgan kuzatuv kengashida potensial direktor, rahbar tayinlanib qolyapti va mana shu rahbarni direktorlar kengashi suhbatidan o'tkazish uchun qanaqadir o'yinlar o'ylab topilyapti. Natijada ta'lim tizimidagi islohotlarni mana shunday kichkinagina muammo yuvib ketib qolayotgandek. Bu jarayonlarni maktabgacha va maktab ta'lim vazirligi nazoratga olishi kerak. Maktab va maktabgacha ta'lim tashkilotlariga qo'yilayotgan rahbarlar adolatli, shaffof qo'yilishini xohlasa, direktorlar kengashidan ham pastroqqa tushish kerak bo'lmoqda. Kelgusida ta'limdagi rivojlanish uchun bu kattagina poydevor bo'lishi ham mumkin bo'lib qoladi. Do'stlar, biz ushbu masalada ko'p ma'lumotlarga egamiz va birma-bir ushbu masalalarni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Blogger Dostonbek Rahimov.